Hürmetlik vatandaşlarımızın devamına devamlaştırımız. Şundak. Üçüncü sebepleydi Dünya Gazeti baş makalesidir. Janubi Asya devletlerinin Janubi Deniz doğrusu fikri birdek olmadı. Cungo iqtisat, geopolitikalik siyaset bilen dollar diplomatiyasini yolu koyup, Şarkı Janubi Asya devletleriga ta'sir ko'rsatdi. Bu balkim rostdir. Dördüncü, Gaga'nın kararı çetişlik devletlerini gangırtıp koydu. Gaga kararı nurgun devletlerini gangırtıp koydu şu etraftaki. Çünkü Gaga'nın kararı köplegen devletlerinin oyluğallarına mas gelmeye kaldı. Gaga'nın Janubi Deniz'i birmi aral yok dep hüküm kılışı her kaysi devletlerini, yani başka devletlerinin Gaga'nın kararını icra kılışını talep kılındıgan asaslardan ayırıp koydu. Bu kararını Janubi Deniz'in etrafındaki devletler kubul kılalmadı. Amerika tarafından Janubi Deniz'deki talaş tartışlarını tüven mukamda bir taraf kılışı, yumşak, kattık vasıtalarını işletiş, Janubi Deniz vaziyetiga yetakçilik kılışını kolga keltiriş üçünla idi. Yakın şunu maksat kılat. Mesela Janubi Deniz'de yetakçilik kılışını kolga keltiriş üçünla Amerika hem kattık vasıta işletti hem yumşak vasıta işlettiydi. Amerika Qo'shma Shtatlar navbatda bu maqsadga yetdi. Gaga'nın kararı Jungo'nun 9 boylak an'anaviy deniz yüzü chegara sizig'ini inkar qilib, Janubi Deniz shubhasizki achib etilgan, xo'jayini yo'q, hech kim ega bo'lolmaydigan ochiq deniz asa holatiga qaytib keldi. Washington mushu o'nimga erishdi. Murassallik bilan bir vaqtda Amerika Sharqi Janubi Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inida Yaponiya, Avstraliya, Amerika birlashib bayonot e'lon qilib, Jungo bilan Filippinga Gaga sotining qaroriga amal qilishga murojaat qildi. Gaga qarorining ikki taraf uchun eng oxirgi qaror va qonuniy cheklash kuchiga ega qaror ekanligini qayta sharhladi. En ahırı karar ve kanunluk çekleş küçük iki karar ekanligini sharhladi. Amerika'nın iki kolluk vasıtası her bir cihette Asya Tinch Okean rayonida ittifoqdoshlar bilan bo'lgan munosabatni amaliy mohiyatli kuchaytirish. Diplomatiya cihati Janubi Deniz meselesi tufayli jiddiylashgan Amerika Jungo munosabatini past ko'yga tushirib, ikki taraf kurash qilib turadigan, lekin munosabatlarni uzib etmaydigan konu halga qaytib kelish. Amerika bilan Jungo Gaga'nın kararı tüven muqamda muamele qilib, her iki tarafning urush talashni xalamaydiganligini ko'rsatib, vaziyatning yig'ishtirib olg'ili bo'lmaydigan bir holga kelib kelishining oldini oldi. Yani bu rayonda bir urush yoki to'qinish, harbiy to'qinish bo'lib kelishining oldini oldi. Janubi Deniz meselesi Amerika bilan Jungo osmon palak baho talashib, savdoda putishdi degandek hal bo'ldi. Jungo bilan Amerika osmon palak baho talashib, savdoda putishdi degan bo'yicha hal bo'ldi. Sababi yuqorida yuqori to'xtalib o'tdik. Gaga sotining qarorida Jungo o'zi o'ttira qo'yib ta'kidlab kelayotgan butun Janubi Deniz rayonini o'z ichiga olgan 9 bo'lak chegara siziqi. Bu siziq bugüldü emas. 40-yillarda Jungo Gomindanı Jangjesh hükümeti deydigan hükümet tarafından o'ttira qo'yilgan 9 bo'lak siziq. Bugün Gaga soti orqali 6-ayning 12-kun, 7-ayning 12-kun butunlay inkor qilindi. Demek bugün ochiq dengiz, Janubi Deniz her kim ega bo'lolmaydigan dengiz, lekin her kim o'xshash foydalana oladigan dengiz holatiga keltirildi. Jungo bilan Amerika'nın Janubi Deniz'deki talaş tartışı ahırlaştı. Türkishish ahırlaştı. Ahırı başta bu vakalda en halkılık bir cümle retorik sorak neyme? Jungo ile Amerika zaten neyme oyun oylavatıdır. Diğer retorik sorakka bu makalada konkret cevap verilmedi. Bu bir gap vatandaşım, eğer gap bu. Lekin bir yerde biz neyme oylavatımız? Biz gumanxorligimizni mishqim selib baqaylik, biz bir yerde şunu oylavatımız ki, Moşundaq bir paytda Jungo'nun ichki ishi xotirjamsiz bir holatga kirib qoldi. Demak, Rais Xi Jinpingga vaqt berish kerakmi yo'q? Rais Xi Jinpingni qo'llash kerakmi yo'q ba'zi siyosatlarda?
mesela onun içki siyaseti özgürlüş hasıl kılışını qollaş gerek mi yok degan mesele hozirgi vaqt xalqaro jamiyatning fikri bo'lib qaldimi qandaq? Şuna bu ciddilikle şu sebepten pasaydimi qandaq? Degan savollarni biz gumoniy holda o'ttirib qo'yamiz. Şu vatandaşlarning bu g'oyat zo'r bir meselenin tuyuqsiz pastgo'yga tushib qolishi, ya'ni Janubiy dengiz masalasining tuyuqsiz pastgo'yga tushib qolishida Jungoning ichki o'zgarishi buning munosabati yo'q deb muhokama qilamiz va biz shunda savol qo'yamiz, hurmatli vatandoshlar.